hassa ko'targan bitta inson ko'chadan o'tib ketayotsa, bitta uyini eshigi ochiq qolganini ko'rar ekanda. Kirib bitta uy ichida umumiy bitta shol inson yotganini ko'radi va uni oldiga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Menga bir suv bersiz. Men bir muhojir odamman. Boshqa davlatdan kelganman. Juda ham suvsadim. Bir piyola suv bersangiz-da chanqog'imni qoldirsam", debdi haligi shol insonga. Haligi shol inson, siz hazillashyapsizmi? Men hattoki o'zimga suv olib icha olmayman, sizga qanday qilib suv bera olaman?" deb rosa xafa bo'libdi-da. Keyin haligi hassa ko'targan inson, "Yaxshiyam mana shu uyini eshigi ochiq qolgan ekan. Yaxshiyam sizni ko'rib qopman. Mana bu qo'limdagi hassa mo'jizaviy, haqiqiy sehrli, mo'jizaviy hassa. Uni hozirgacha qaysi insonga tekkizgan bo'lsak, ana shu insonning qanaqa dardi bo'lsa yechilib ketgan. Hozir sizni ham tekkizamiz, sizga ham tekkizamiz. Siz ham yaxshi bo'lib ketasiz", debdi. Haligi inson mayli qani debdi-da. Haligi hassa ko'rsatgan inson haligi insonga umumiy hassasini tekkizibdi. Haligi shol insonni ichidan bir quvvat kelib, ko'zidan yoshlar chiqib, bir boshqacha bir xuddi bir Alloh taolodan narsa yog'du kelayotganday ichidan bir yog'du paydo bo'lib, qo'li kuchga kirib, haligi insonni yig'lab, quchoqlab, "Voy, siz vali inson, juda ham yaxshi ekansiz. Hayratdan bor ekansiz. Hayratdan mana shu mo'jizaviy hassangiz bor ekan. Hayratdan mana shu mo'jizaviy hassangizni menga tekkizdingiz, men tuzaldim", deganda haligi hassa ko'targan inson aytgan ekan. Men to'g'risi bir oddiy insonman, hech qanaqa vali inson emas. Bu ko'chadan ketayotganimda mana bu hassani uyingizni eshigini oldidan topib oldim. Haqiqiy mo'jiza bu sizsiz degan ekanda. Ana shunga Alloh taoloni eng insonga katta biriktirgan hikmati ana shu. Haqiqiy mo'jiza bu sizsiz. Buni Instagramdan boshqa joydan qidirishdan foyda yo'q. O'zingizcha harakat qiling, haqiqatda mo'jizaligingizni isbotlang va inshaalloh Xudo xolisa ertaga millatga xizmat qiladigan Alloh taoloning oldiga borganda, "Meni oldimga nima olib kelding?" desa, ana shu bitta amalingizni olib borishligi hammaga nasib qilamiz. Ro'yxatdan o'tish mana shu Uyg'onish liderlari akademiyasi, mana shu yerga qo'shilsangiz umumiy